Assalomu alaykum aziz kuzatib boruvchilar. Damas mashinasi olib qo'ygandik. Bu Damasimiz hali yangi. Eshiklarini legirovka qilib, shumayzalatsiya 2 sloy urib berishga olib qo'yganmiz. Xo'p, bu Damasimizga krugovoy 2 sloy shumayzalatsiya bo'lyapti. Faqat eshik krilo bagajlari bo'lyapti. Oldi grud, torpedalari, pollari bo'lmayapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Shumayzalatsiyaning polni urib, valiklab chiqildi. Endi ichiga moy sepib chiqamiz. Hali ish jarayonlari ketyapti. Keyin vakuum qilib yig'iladi ikkinchi sloy. Mana ko'rib turgan bolt joylaringiz hali kruglik qilib ochib chiqiladi. Ish jarayonlari hali ketyapti. O'rta eshiklarga hali urganimiz yo'q. Arqa krilolarga urib chiqildi. Mana birinchi sloy Comfort Ghost'dan ishlatyapmiz. Xo'p, bagaj qismiga kelayotgan bo'lsak, ko'p og'ir qilmadik bagajni. Joylariga urib chiqdik. Agar ko'p og'ir bo'lib ketsa, bagaj amortizatorlarining kuchi yetmaydi ko'tarishga. Shumayzalatsiya qilib, ustidan vaylik bilan o'tib chiqildi. Yana endi bir sira fen bilan qizdirib chiqamiz. Fen bilan qizdirib, keyin ustidan moy sepib chiqamiz yaxlagandan keyin. Fen bilan mana qizdirib, shumayzalatsiyalarini moylarini ham urib oldik. Silikonli sprey sepildi. Yog'lik narsa. Ko'rishlaringiz mumkin. İçlari bilan sepildi. Bagaj qismini ikkinchi sloylari urildi mana. İkinci sloy shumayzalatsiyalarni ham mana urib oldik arqa qismlariga. Mana shunday ko'rinishga keldi. Endi buni ustidan salafanni yopishtirib qo'yamiz. Buni ikki xil yo'li bor. Mana girdiga karpat urib chiqsak ham bo'ladi. Karpat urgandan keyin ozgina apshubga ko'tarilib turadi. Shu sababli karpat urmadik-da, o'zini zavodskiy salafanni qo'ymoqchi bo'layapmiz hozir. Bu tomonlari ham xuddi shunday mana. Mana shunaqa ko'rinishga keldi. Arqa qismini hozir terib aylaymiz. Ikkita o'rta eshikka birinchi, ikkinchi sloy hali urilmadi. Endi urib aylaymiz uni ham. Mana shunaqa holatga keldi bagaj qismlari.